Men bitta narsa, bir qiziq voqea o'zimda bo'lgan voqeani aytib beraymi? Endi ustoz kirib bo'lganlarda yaxshi bo'lardi. Kirmabdilar shekilli hali. Men Qur'onni, to'xtab tur, bu yerda boshqa narsalar bor ekan-ku, deb o'zimni anglab, o'zim qori bo'lganmiz, arabiy savodlarimiz chiqqan, lekin unchalik darajada anaqa bo'lmaganda. Bir odam bir joyda Qur'on o'qiyapti. Endi men sal obrazga kirib aytib beraman, xafa bo'lmaysizlar. Bir joyda Qur'on o'qiyapti. Endi biz qoribiz. U ham murattab qori, ham qori bo'lganligidan tashqari juda go'zal savuti ham bor, ovozi juda shirali. Zumar surasining oxirgi oyatlarini bir joyda tilovat qilyapti. Endi o'qib beraman sizlarga. Hozir o'sha esimga kelib qoldi. Ya'ni birinchi Qur'onga muhabbatim oshib ketishligi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا dedi. Qora aka. Qiroatni o'qiyapti. U juda shavq bilan o'qiyapti. To'xtadi. Vasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara deb to'xtadi. Va kufr keltirganlar jahannamga guruh qilib haydaladi. deb turib boshqatdan qaytardi. Vasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara ketdi. Endi ikkinchi oyatni o'qidi. Men xuddi o'shuna qilib bitta katta yig'inda o'qib beryapti. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum dedi. To'xtadi. Toki unga yetib kelgan chog'larida deyapti, ya'ni jahannamni eshiklariga. Uning eshiklari ochiladi deyapti. Tarjima qilib beryapti. Eshiklari ochiladi va uni oldida turgan qo'riqchilar, ya'ni farishtalarda aytayapti, endi shunga mas'ul bo'lgan qo'riqchilar ularga aytadi deb turib yana qaytardi o'sha oyatda. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum. Uchinchi jumlani o'qishni boshladi. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati robbikum dedi. To'xtadi, keyin buni tarjimasini qilib bergan. Sizlarni dedi ushbu kuningizga duchor bo'lishingiz, ya'ni mana shu holatga tushishligingizga, mana shu jahannamning eshigining tagiga kelib tushunishligingizga ogohlantiruvchi rasullar, risolatni yetkazuvchilar yetkazmaganmidi? Sizlar eshitmaganmidilaring dedi. Nahot beg'aflatda qolib ketadilarmi shundan dedi. Keyin yana davom etdi. Va yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. deb to'xtadi-da. O'zi bu endi ancha chiroyli tushuntiryapti, endi men sizlarga o'xshatolmay ekanman dedilar ular deyapti. Ha, lekin azob so'zi kofirlar ustiga haq bo'lganidir. Ya'ni sizlarga, ya'ni kofirlar uchun rasullarga, nabiylarga, xabar yetkazuvchi rasullarga quloq solmaganliklaringiz uchun mana shu jahannamga sizlar aniq tayinlangansizlar. Ya'ni sizlarga yetdi deb turib, keyingi oyat o'qidi. Qila dukhulu abwab jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin deb turib tugatdi. Endi bu nima degani jahannam eshiklaridan deyapti. Unda abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiring deyshadi, ya'ni o'sha eshik qo'riqchilari. Fabi'sa maswal mutakabbirin, mutakabbirlarning joyi qanday ham yomon deb oyat tugatdi-da, bitta o'qib xuddi mashina qilib tushuntirib berdi. Bitta oyat o'qiyapti,
chiroyli sovutda, baland. O'sha tarjima qilib berganda yana qaytaryapti. Shu paytda keyin miyamdan bir narsalar chiqib ketdi. Men aytdimki, sen qorisan, o'zing necha yil shu Qur'onga umringni baxshida qilding. Nahot shu kalimani mana shu oyatni kamida 1,5 mingta o'qigansan. Yodlash chog'ingda, qayta takror qilishlaring chog'ida, xatmlarga o'tding, u qilding, bu qilding-u, nahot shu kalimalarga e'tibor bermading. Zotan necha bo'lsa ham arab tilini bilarding-ku. Ozgina bo'lsa ham tushunchang bor edi-ku deb turib, o'sha paytda o'sha qora akamiz Alloh rozi bo'lsin, xuddi o'shanaqa bir oyat qilib tarjimasini. Men ham hozir endi mana yoshimiz katta bo'lib, alhamdulillah o'sha Qur'onni o'rganish davomida o'ylab qolaman-da, shu marosimlarda ham, to'ylarda Qur'on bazmlari bo'ladi, qorilarni olib kelishib, chiroyli Qur'onlarni o'qitishadi. Xuddi o'shanaqa qilib qilsak, naqadar go'zal bo'ladi-ya deyman-da. Mayli o'qishmasin emas, mayli chiroyli sovutda ham o'qishaversin, mayli. Lekin xuddi o'shanaqa qilib o'qisin, tarjimasini qilib bersin. Qisqacha ma'noda bo'lsa ham. O'qisin, bitta oyat o'qisin-da, tarjimasini qilib bersin-da, yana o'sha oyatni qaytadan davom ettirsin, ya'ni yod bo'lib qolishligi uchun. Ana, shunaqa bo'lib, keyin biz ham 2015-yildan boshlab hamma kitoblarni bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, sizlar bo'ldilar, pensiyaga chiqdilar endi deb. Shuncha yildan beri endi Qur'onni harakatida qilib yuribmiz. Mana shunaqa qilib o'qish kerak. Men endi kimga qanaqa bilmadim-ku, lekin men o'shanda shuna ta'sirlanganman va o'shanda Alloh taolo qalbimga Qur'onni joylab, Qur'on asli nima ekanligini menga juda qattiq ta'sir qilgan, nihoyat darajada ko'zlarimdan o't chaqnab ketgan. Ya'ni qalbim ochilgan, alhamdulillah. Alloh taolo shunchalik ochib qo'yganiga Allohga hamdlar bo'lsin. Shu meni qisqacha o'sha Qur'onga kirishligim mana shu bilan boshlangan. Manzada zo'r bo'lgan ekan qora aka. O'zimiz ham maza qildik, ta'sirlanib voqeadan. Men mana shuni aytaman-da, mana shu narsani talabini qilaman. Mana shu narsani qilish kerak. Qorilarimizga aytaman-da, Qur'onni o'zini chiroyli qilib o'qib berishlaring bilan na bir o'zlaring tushunsalar, na bag'day odam tushunsa, undan ko'ra bitta oyat o'qinglar. Mayli ta'rif bermasin. Shunday qisqacha ma'nosini aytib, tarjima qilib ketgin. Qora aka keyin yana ikkinchi oyat o'qib bersin. Ikkinchi oyatni ham tarjima qilib bersin. 3-oyat, 4-oyat, 5-oyat shunaqa qilib tartil bilan ketilsa, aka bilasizmi nima bo'lib ketadi? Jamiyat tuzalib ketadi. Insonlar tuzalib ketadi. Insonlar aniq aytamanki, tuzalib ketadi.